Xo'p, mana qizlar bizada o'g'il tug'ishga harakat qilib kelgan qizimiz hammasi Allohdan. Hozir ko'rib beramiz bularni matkalarini ko'ryapmiz. Folikulalari yetilyapti bularda. Yaxshi folikula o'ng tarafda bizada gap bor. O'ngda bo'lsa o'g'il, chapda bo'lsa qiz. Bo'lmagan gapimiz. Xo'p, mana bu yerda mana matkalari. Men bularga maslahat bergan bo'lardim. Hozirgi kunda hech qanaqa 100% emas u. Ma'lum darajada folikulometriya qilib, folikulani yorilish kuni harakat qilib ko'rishni maslahat beraman. Xudodan so'ragan holatda X, Y xromosomalarda Y xromosoma folikula yorilayotgan kun aktiv bo'ladi va borishi, urug'lantirish oson deyiladi. Ya'ni o'g'il bo'lish ehtimolligi yuqori degan teoriya bor, lekin fanda tasdig'ini topmagan. Ikkinchisi, ma'lum bir folikula yorilib bo'lgandan keyin polovoy kontaktda X xromosomalarimiz aktiv